Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Mening ismim Otabek. Men bir necha yillardan beri mnemonika bilan shug'ullanib kelyapman va men sizga mana shu YouTube kanalimda sizlarga mnemonikani tekinga o'rgatmoqchiman. Buning uchun sizlardan faqatgina obuna va like tugmalarini bosib qo'yish so'raladi, xolos. Xo'p, birinchi bo'lib biz mnemonikani o'rganishdan oldin nima qilishimiz kerak? Mnemonikani o'rganishdan oldin esa avvalo miyamizni mnemonika darslari uchun tayyorlashimiz zarur bo'ladi. Xo'p, men sizlarga bir nechta mashqlarni o'rgataman va bularni har kuni bajarib borish kerak bo'ladi. Birinchisi bu nuqta mashqi. Nuqta mashqi bu nima degani va qanday bajariladi? Shunchaki bitta oq listni yoki daftar varag'ini olamiz va mana shu joyiga bitta nuqtani qo'yamiz. Va mana shu nuqtaga taymerda olgan holatda taymerda 2 daqiqaga qo'yib, mana shu nuqtaga 2 daqiqa davomida qarab, tikilib turamiz. Va o'sha tikilib turish jarayonida sizni xayollaringiz chalg'ishi mumkin. Miyaga boshqa narsalar keladi yoki xayollar boshqa tomonga ketishi mumkin, lekin bu tabiiy jarayon va bu xato hisoblanmaydi. Sizni bu yerda qiladigan yagona vazifangiz esa o'sha ketayotgan xayollaringizni mana shu nuqtaga qaytarish bo'ladi, xolos. Ya'ni bu mashqning nima foydasi bor deyishingiz mumkin. Bu mashqning foydasi bizga, ya'ni xayollarimizni va diqqatimizni boshqarishni o'rgatadi. Ya'ni biron narsa bajarayotgan vaqtimizda, diqqatimiz ketayotgan vaqtda biz uni sezamiz va o'sha vazifamizga diqqatimizni yana qaytarib olib kela olamiz. Shu mashq esa bizga shunaqa jarayonlarni bajarishga yordam beradi. Ikkinchi mashqimiz esa bu 3-2 mashqi. Ya'ni bu qanday bajariladi? Hop, sekundomerga qo'yamiz. Asosan 1 daqiqagacha bajarsangiz bo'ladi. Ya'ni qanday bajariladi? 3-2 mashqi bu 3 va 2 dan tepaga qarab sanaymiz. Misol uchun 3, 2, 6, 4, 9, 6. Mana shunaqa darajada, ya'ni siz 1 daqiqa ichida hop nechigacha bora olasiz. Bu nima qiladi? Bu ham bizning diqqatimizni bitta joyda ushlashga yordam beradi va keyinchalik esa bironta vazifani bajarayotganingizda ko'p chalg'imaysiz va o'sha bajarilayotgan vazifa ustida diqqatingizni ushlab tura olasiz. Mana shu mashqlarni siz kun davomida har kuni 2 daqiqa davomida bajarishingiz yetarli bo'ladi. Undan ham ko'p bajarish shart emas, foydasi ham yo'q, faqatgina 2 daqiqa. Keyingi darslarimda esa men mnemonika darslarini birinchi darsini boshlayman. Uning uchun esa obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi darslarda ko'rishguncha.